Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Moskva Toshkent yo'nalish bo'yicha navbatdagi O'zbekiston nomeridagi avtobusimiz Moskvadan Toshkentga jo'nab ketmoqda. Ko'rib turibsizlar, hamyurtlarimiz kelgan, o'z joylarini egallab ketmoqda. Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Qayerdansiz opa? Toshkent. Avtobusimiz yoqdimi opa? Tavsiya qilasizmi? Hamyurtlarimizga nima deysiz? Sifatli, mana ko'pchilik boshqa joylarga ketib qolyapti, arzon narxlarga uchib, aldanib qolyapti. Shuning uchun biz mana reklama qilyapmiz, kesin vokzalda o'zidan o'tirdinglar mana. Sifatli avtobus to'g'rimi? Ayollarga mana oldidan qilib berdik. Tavsiya qilasiz? Oqyol opajon, sog' bo'ling. Aziz vatandoshlar, mana ko'rib turibsizlar, hammasi chotki, chiroyli holatda avtobusimiz, ideal holatda mana aka, oilalilar oldidan qilib. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Qayerdansizlar aka? Tojikistondan. Tojikistonlik akalarga tavsiya qilasizmi? Kelishsinmi? Aziz vatandoshlar, mana Xudo xolasa Moskvadan jo'nab ketyapti. Yosh bolachalarimiz ham bor, mana Xudo xolasa ketishyapti. Ayva. Ayollarga, oilalilarga oldidan joy qilib beramiz. Hamma sharoitga ega. Mana avtobusimiz issiq. Issiqmikan aka? Sovuq emas, mana issiq, bemalol kelishib. Mana ko'rib turibsizlar, avtobusimizning holatlari mana hamma sharoitlarga ega. Monitor, kamera nazorati ostida ketadi. Mana tog'alarimiz ham kelgan. Assalomu alaykum tog'a. Yaxshimisiz? Yoqdimi avtobusimiz? Tavsiya qilasizmi hamyurtlarimizga? Juda mazza, o'ta komfort. Komfortda, issiqqina, hamma sharoitlarga ega. Oqyol tog'ajon, yaxshi aytib oling. Rahmat qamalangga. Mana bugungi resimizda ayollar, oilalilar juda ko'p kelgan. Xudo xolasa hammasini chiroyli Alloh nasib qilsa yetkazib manzillariga salom olib borib qo'yamiz. Yusuf, brat, как вы? Нормально. Bu Yusuf duxiy atar anaqalar sotadi. Naushniklar sotadi. Aziz vatandoshlar, mana avtobusimiz Xudo xolasa birozdan so'ng Moskvadan jo'nab ketadi. Mana hamyurtlarimiz kelgan. Hamma sharoitga ega avtobuslarimiz. 50 kilo, 60 kilogacha yuk olib kelsanglar bo'laveradi. Dokumentida muammosi bor aka-ukalar ham murojaat qilinglar. Yordam berib olib ketamiz. Mana hamyurtlarimiz mana ko'rib turibsizlar, kelib joylashib, hammasi chiroyli holatda. Mana avtobusimiz Xudo xolasa safarga chiqib ketish arafasida. Kamera mana bu yerda bitta kamera oldi, ikkita orqada, bitta kamera, monitorlarga ega avtobusimiz. Tanlovda adashmanglar aziz vatandoshlar, sifatli komfort avtobuslar. Ekranda nomerlarimiz bo'ladi. Bog'lanib murojaat qilsanglar bo'laveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.